Assalomu alaykum hammaga. Bu 13 yanvar 2026 yıl. Xudo xolasa xizmatlarimizni boshladik. Shu mol sotiladi ekan, akalar, ukalar qiziqqanlar. Mana bunday qilar kelib turibdi 367 kilo. Tisham bizgan aka 2 tish. Nomerini yozib qo'yaman, gaplashaverasizlar xudo xolasa. Mana shu qiratdim moli. Ikkinchisi Xo'nan. Bo'ldi, to'xta. Bo'ldi, qo'ydim. Boshqan qo'ldan. 264 kilo keldi bu. 265 kilo. Budan sotiladi. Xudo xolasa. Bag'atan vajlar. Taym. Tushirdim. Yani. Yıkmam tish buzgan mollar yemga tayin. Pullarni aytasizmi yo telefon olsunmi? Bo'ldi, telefonlashaverasizlar, nomerini yozib qo'yaman biratdan xudo xolasa. Mana bu.